Assalomu alaykum. Mana keyingi yo'nalishimizga ham ko'mirlarimizni berdik. Mahsulotlarimizdan hamma minnatdor inshaalloh. Bo'ldi aka hozir. Mana unisini qaysi 1 kilolik ko'mirlarimiz magiyalardan berganmiz akamga. Aka ko'mirlarimiz qalay, yaxshimi aka? Pretenziya yo'q aka, xudo xolasa mahsulotimizda. Bo'ldi aka, mana shunday mahsulotlar kerak bo'lsa aytilaveradi. Aloqaga chiqsalar yetkazib beramiz. Kebabchi Briket House. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana akamizni qassobxonalarida biz go'shtlarni ham halol va pok qilib sotishadi. Mahsulotlari juda ham ajoyib. Xo'p, shunaqa go'sht mahsulotlari kerak bo'lsa, bemalol. Aka, nomeringiz necha aka? Kanalimizga qo'yib qo'yamiz, xudo xolasa. 33lik 002 2277 Ramazonda chiroyli qilib mana shunaqa go'sht mahsulotlarini sotib, keyin yonidan bunday kirib borishlaringga biz ko'mir mahsulotlarimiz bor. Hamma assortimentimizdan bor. Aka, mahsulotlarimizdan ko'nglingiz to'ldimi aka? zo'r aka inshaalloh. Inshaalloh, xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar Kebabchi Briket House-ga. Mana eng muhimi go'shtlarni ham halol va pok qilib, akkuratni qilib so'yishadi. Joylari ham vaqti shunaqangi shinam. Hali go'shtdan muammo bo'lmaydi, uzilish bo'lmaydi. Qo'shimchasiga kelasiz, shunda eshikni ochsangiz, kiraverishingizda chiroyli qilib polkalar qilib qo'yishgan mana shunaqa mahsulotlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.